Internet firibgarligi nima? Bu ijtimoiy tarmoqlar, saytlar yoki messenjerlar orqali aldash yo'li bilan pul yoki shaxsiy ma'lumotni egallashdir. Masalan, sizga kartangiz bloklandi degan xabar keladi. Siz kod yuborasiz, pulingiz yo'q. Yoki tez boyish va'dasi bilan investitsiya taklif qilishadi. Pul kiritasiz, aloqa uziladi. Qonun buni firibgarlik deb baholaydi va bu jinoyat hisoblanadi. Eng xavflisi, firibgarlar shoshiltiradi va ishonchingizdan foydalanadi. Internet firibgarligidan qanday himoyalanamiz? Hech qachon karta raqami, PIN-kod yoki sim-kodni bermang. Shoshiling degan xabarlar firibgarlik belgisi. Noma'lum havolalarni ochmang. Rasmiy bank va tashkilotlar telefon orqali kod so'ramaydi. Shubhali holatda darhol bankka yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Eslab qoling, xavfsizlik bu bilimdan boshlanadi. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang.